Ota-onalar har doim farzandlariga dost bo'lishni xohlaydi, lekin arvohlar bu ota-onalar o'ylagan narsa emas. Bu tasvirlar hayvonlarning chaqaloqlardagi bo'yicha chop etilgan va keyin Zoom gazetasi tomonidan e'lon qilingan. Bu foydalanuvchi qizi Marlening uyida bo'lgan boshqa birov bilan gaplashayotganini eshitgan onasi Marlini chaqirganida qiz uning yoniga borgan, ammo soyali figura xonani bir joydan ikkinchi joyga kesib otib boyib bo'ladi. Loyally, who are you playing with? What are you doing? Loyally, come here. Loyally, who are you playing with? What are you doing? Qizaloq xonasidan chiqmasdan oldin ko'rinib turibdiki, soya unga tegishli emas, chunki uning bo'yi qizchanikidan balandroq va umuman boshqa yo'nalishga qarab ketyapti. Ko'rib turganingizdek, u butunlay qora va xonadonda Marleni yoritish uchun yetarli chiroq bor. Demak, bu boshqa bola ham bo'lishi mumkin emas. Kommentariyada ko'p odamlar qizning soyasi u kabi harakat qilavermasligini va chiroq nurlari bunga sababchi ekanligini aytishadi. Aziz tomoshabin, siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. So'nggi safar yolg'iz raqsga tushganingizda hech kim sizni kuzatmayotganiga ishonch hosil qiling. Bu tasvirlar 2021-yil sentyabr oyida James tomonidan suratga olingan. Qiz raqsga tushayotganda to'satdan kadrga kutilmagan figura tushib qoladi. Orqadagi qorong'u uyga yaxshilab qarang, u yerda xuddi soya kabi nimadir turibdi. Qizning obunachilari uni sharpa yoki jin bo'lishi mumkin deb aytishadi. Eng qizig'i shundaki, bu holatdan qizning o'zi ham keyinroq xabar topadi va darhol videoni o'chirib tashlaydi. Bu mavjud nima edi? Bu mavjudot 2021-yil aprel oyida bir bloger tomonidan suratga olingan. Undan tashqi ko'rinishi juda yomon ko'rinishga ega bo'lgan jin ko'rsatilgan. Boshida u qora kiyimda va aniqlanmagan xususiyatlarga ega ko'rinadi. Kadrlarning birida u xuddi telefonga qarab o'tirganday ko'rinadi. Boshqa kadrda esa u odamning qo'li suyagini ushlab olib qandaydir sehr qilayotganga o'xshaydi. شو الهسو رميت الحجر. Bu figurani tomosha qilayotgan odamlarga nimadir tashlangandek bo'ladi. Ularning atrofida toshlar qulay boshlaydi va oxirida bu noma'lum mavjudot yaqindan ko'rinadi. لا بسم الله. لا في شيء غلط. شو الهسوس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لما يجي فيه حجر اخوان هسه. لا. Uning uzun soqoli borga o'xshaydi, ko'zlari esa umuman ko'rinmasdi. Qiziq, bu qanday mavjudot bo'lishi mumkin? Erkaklar o'sha joyda sharpani ko'ra olmasalar ham bojxonalardan biriga o'rnatilgan xavfsizlik kamerasi bu yerdagi eshikning to'satdan o'z-o'zidan ochilib ketganini suratga oldi. Koreyadagi armoqlarga sovuq havo hamroh bo'lganga o'xshaydi. Bu video bu bloger YouTube'ga joylashtiradi. Bu arvoh ovchilari Koreyadagi tashlandiq joylarni o'rganishadi va bu safar ham ana shunday qilishmoqchi bo'lishdi. Ular xonaga kamerani o'rnatishadi va bu musiqa uskunasini qoldirib ketishadi. Biroz vaqt o'tgandan so'ng quti noodatiy tarzda jiringlay boshladi. Bundan tashqari bu qurilma faollashtirilgan, bu haqiqatan ham juda yaqin bo'lgan to'liq tana energiyasi mavjudligini ko'rsatadi.
Bu yigit ayolning kulgusiga o'xshash ovozni eshitadi. Ovoz tashqaridan kelayotganga o'xshaydi. O'sha paytda YouTube'dagi tomoshabinlar butunlay qo'rqib ketgan, shuning uchun u ovoz egasidan o'zini tanishtirishini so'raydi. Ko'p o'tmay yigitning orqasidan yana bir kulayotgan ovoz eshitildi. Bugungi shu do'stlar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Mana shunday videolar yana chiqishini xohlasangiz, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Ko'rishguncha deb qolamiz.